Assalamu alaykum, hammaga xayrli kun, hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanalini ko'ruvchilar. Bizlar mana pomidorni aralariga rayhan ekib qo'ydik. O'tganda adalarimiz etgan edi. Rayhan arasiga eksalaring, qurt qumursqa, pashshalar, bu narsa har xil hasharotlar bo'lmaydi. Pomidorlaring rosa zo'r gullab o'sadi degan edi. Действительно rost narsa ekan. Bizlar mana aralariga pomidorini har yerlariga bir rayhan ekib qo'ygan edik. Judayam bir chiroyligan bo'lib turibdi. Undan keyin pashshalar вообще yo'q. Gullab mana rosa yaxshi pomidorlarimiz даже solyapti mana. Yaqindagini ekkan edik, bir pasda уже katta bo'lib, mana pomidorlar tugib qopti. Sizlar ham mana shunday qilib rayhan arasiga ekib qo'ysanglar yaxshi ekan. Mana bir dona pashsha yo'q. Aslida oq pashsha yog'ardi pomidorlarga. Вообще ichida pashshasi yo'q, rosa yaxshi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar.